Assalomu alaykum. Bugun bozorlik qilib keldim. Qani nima oldim? Ko'ramiz birgalikda. Birinchi o'rinda tualetga is chiqarib turuvchi sovun. Apelsinlar. Bu 7 kunlik yuzni davolantiruvchi kapsulalar. Ochib ko'ramiz. Doim bitta korobkani ochayotganda yirtib ochishim kerak deb normal, akkuratni ocha olmayman men. Bo'ldi, yirtildi. Ko'zlarim shu qo'lim 7 kunlik kapsula. Bu quruq terini namlab beradi. Mix vitamin ichida. Tana uchun losyon. Glitserin, aloe, vazelin uchtasi aralashgan. Xo'sh. Bu dush geli cho'mish uchun Mangolo kremni ham dush gelni ham juda ham yaxshi ko'raman. Isi juda ham приятно. Bu losyon. Qo'l uchun. Qo'l sovuni bilan birgalikda turadi. Tualetga sovun bilan yuvib, losyon bilan yuvganda qo'limiz qurib ketmaydi. Yorug', doim namlanib turadi. Xo'sh. Ikkita vitamin oldim. Bu keratin. Bu kalsiy bilan D vitamini aralashmasi ikkalasi. Xohlaganlar bo'lsa, Shvetsiyadan zakaz urib berishi mumkin. Zakaz anaqa qilsalaring, bersalaring, o'zim olib yuboraman. Oladiganlar bo'lsa, direktga yozinglar. Vitamin, любой vitaminlari zakaz qilib bera olaman. Original tabiiy mahsulotlardan o'zi bu yerga yozib qo'yadi. Nimadan bo'lsa, vegan yoki hayvonlar yog'laridan, dengiz mahsulotlaridan, o'tlardan hammasini yozib qo'yiladi bu yerga. Xo'sh. Garnirni juda ham yaxshi ko'raman. Garnirda yana dezodorant. Is qanaqa ekan bu? Faqat serumlarni ishlatdim, kremlarni ishlatdim. Dezodorantini ishlatganim yo'q. Yaxshi ekan. Garnir. Men sevgan Garnir unchalik tanilmagan brend, ammo nimalari krem, serumlarni ishlatdim, juda ham foydali serumlari. Yuzni tiniqlashtirmoqchi bo'lsangiz, serumni ishlatishni maslahat beraman kremi bilan. Kremi mening uyimda bor, o'shaning uchun olmadim kremni. Xo'sh, kremni ham hozir ko'rsataman. Qayda edi? Mana. Kremi bu. Uyda bor edi, olmadim. Bu serumi. Ochib ko'ramiz. Men yuzimga tonalka surmayman. Doim mana shu Garnirni ishlatsangiz, endi hozir filtr bor, filtrsiz ham yaxshi. Nima ishlatmayman. Yuzimga tonalka ishlatmayman. Faqat highlighter qo'yib suraman ozgina. Влажный salfetka bilan suryapman yuzimni. Faqat ko'zga ozgina ten, ozgina pomada shu bilan yuzimga mana umuman highlighterda ozgina nimasi chiqqan, sarig'i. Krem yo'q yuzimda. Hamma highlighter surgandim. Garnirda serumni ishlatsalaring, juda ham tiniqlashtiradi yuzni.
bitta pachkasida уже bilasizlar qanaqa tirnoqlashtirganini. Lekin original bo'lishi kerak. Bu ham Garnierdagi bu serum Pirus quyoshdan saqlovchi. SPF ikkalasi aralashgan. Xohlasangiz buni sursangiz, serum surmasdan ham ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz serum surib, so'ng buni ishlatsangiz ham bo'ladi. Lekin men bundan ko'proq foyda olganim uchun hali bu quyosh kremi aralashganini birinchi marta oldim. Shuning uchun ikkalasini ham oldim o'zim. Xo'sh, bu Germaniyaning namlantiruvchi yuzi, qo'lni namlantiruvchi kremi. Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan. Juda ham chuqur namlaydi. Test qilib ko'rdim уже. Haqiqat rost. Aksirishga qara. Rost gapiraman men doim. Hech yolg'on gapirmayman ko'rlaring. Voy. Xo'sh. Bu yuzni yuvish uchun shotka. Ne yusalang bak kirni ketkizib olmaysizlar. Ko'ngillaring, ishlaring chiqmaydi-ku. Shuni ish qilaverasizlar unaqa. Kir yuvayotganda уже olib chiqib beradi hamma narsani. Ikki tomonlama. Men ko'nglim chiqmaydi-da o'zim yuzim yuvganimda. O'shaning uchun shuni oldim. Xo'sh. Tish pasta. Va влажный salfetka. Chek. Shuncha narsani qanchaga oldim? 898 kron. $80 deylik. $80 biz O'zbekistondan qancha narsa olgan bo'lar edik? Kommentariyaga yozib ketingizlar. $80 ga demak shuncha narsa olibman. Ko'rishguncha.